Davom etamiz. Poytaxtimizda musiqiy ixlosmandlari uchun alohida bayram, taniqli bastakor Vagiv Zokirovning ijodiy kechasi o'tkazildi. Bu shunchaki konsert emas, balki yillar davomida yaratilgan ohanglar, qalbdan chiqqan musiqa va xotiralarga boy ma'naviy sayohat bo'ldi. Bastakorning mehnati qachon e'tirof etiladi? U yaratgan qo'shiq qalblarga yetib borsa, sevimli bo'lsa, mashhurlikka erishsa. Biz bugun so'z yuritmoqchi bo'lgan bastakor Vagiv Zokirov o'zining ijod namunalari bilan juda ko'plab qalblarni xushnud eta olgan va o'zbek estradasidagi juda ko'plab san'atkorlarning mashhur bo'lishiga sababchi bo'lgan iste'dodli ijodkor 50 yoshni qarshiladi va ayni damda poytaxtimizda joylashgan muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyida ayni shu sabab bilan katta konsert bo'lib o'tmoqda. Tadbir avvalida Zokirovlar sulolasining munosib davomchisi Vagiv Zokirovga 50 yoshga to'lishi munosabati bilan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni tantanali topshirildi. Vagiv Zokirov meni qalin do'stim. Yoshligimizdan 34 yildan beri bolalar gruppasi bilan hamkorlikda ishlab keladigan bastakor kompozitor. Ular bastalagan qaysi qo'shiq sizni eng yaxshi ko'rgan taronang? Menimcha hamma qo'shiqlar. Ruslan Sharipov va Vagiv Zokirov. Demak, bolalar guruhini muvaffaqiyatida bu insonning hissasi ko'p bo'lgan. Hissasi juda ham katta deb o'ylayman. Bugun mana kakras 50 yilligini nishonlayapmiz. Vagivga bundan ham ko'p muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sahnada mashhur xonandalar ijrosida yangragan qo'shiqlar zalni yanada jonlantirdi. Har bir chiqishdan so'ng uzoq qarsaklar yangradi. Bu san'atkor mehnatiga berilgan yuksak baho edi. Bugungi konsertda, например, men o'zim mashulam bilan chiqyapman. Nega? Vagivga yoqib qoldi bu ashula. Ali dedi, iltimos o'zing ashulang bilan chiqqin dedi. Bo'lmasa jim-jim degan ashulasini aytuvdim men. Vagiv Zokirov bilan biz o'sha 90-yillarda boshlagan bo'lsa, Vagiv Zokirov birinchi qo'shiqlari, birinchi melodiyalariga men so'z yozganman. Vagiv Zokirov o'zbek estradasini rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shgan. Hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'raman, sevib eshitib yuraman. Ular rizo bo'lsin, hasa qilib tamolyapmiz. Hasa yaxshi. Очень хороший kontsert. Nigora Elmurodova, Doston Yoqubjonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.